Men durgan yer Shavot tumani Paxtakor mahallasi. Xalqning tilida aytganda stansiya desak ko'pchilik biladi. Ina bu tarafdan Gullan, Urganchdan kelib Balandko'pirdan doğru Chuqur kafening yonidan o'tib kelsangizlar, bu yon tarafda esa Shavot markazidan, ya bo'lmasa 19 tarafdan kelsangizlar, ina bu yerda paxta zavodining svetofor va doğru paxta zavodining ko'chasidan qarab ketasizlar. Doğru kelsangizlar, ina bunda esa 5 etajli yashash uchun qulay sharoitlarga ega bo'lgan uyimiz sotuvda turibdi. 3 gina joyimiz qoldi. 3 kanaldan 2 joyimiz bor. 2 kanaldan 1 gina joyimiz bor. Hozir boramizdan ko'proq ma'lumotlarni beramiz. Paxta zavodining yo'li svetofordan aylanib kelganingizdan keyin avvalgi Guzar degan doğru kelsangizlar, ina bu yerda ko'rinib turibdi. 5 etajli uyimiz joylashgan. Eng birinchi navbatda ko'rishingiz mumkin. Bunda gaz turbalar kelib turibdi. Uyning hamma yeri 100% gaz bilan ta'minlangan, elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Undan tashqari sentralniy kanalizatsiya o'tkazilgan. Birinchi etajda bor 3 xonali joyimiz, 4-etajda bor 2 xonali joyimiz, 5-etajda bor 3 xonali joyimiz bor obunachilarimiz. Birinchi etajdagi joyimiz 3 xonali joy hisoblanadi. 65 kvadrat maydonni egallagan, yana shu kvartiramiz hisoblanadi. Berimiz asosan 3 xonali, bu yon tarafda sanuzeli bor, bu yonda spalnisi, bu yonda kuxnasi, bu yonda ham zal ekan bu. Общий narxi 330 million so'mga to'g'ri keladi ekan. Endi yuqori chiqamiz. 3 kvartiramizdan boshqa hammasi sotilgan, уже bera xalq kelib yashab o'tiribdi. 2 xonali joyimiz ina shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu kuxnasi, kanalizatsiya turbalari, suv uchun gaz kelib turibdi, o'chorchiklar o'rnatilgan. Bu yon tarafi zal ekan. Spalni va balkonga chiqib ketasiz bu yondan. Sanuzeli bo'ladi. 2 xonali joyimizning narxi 280 million so'm ekan. 3 xonali joyimizga chiqib ko'ramiz. Ochamiz, eng birinchi navbatda operatorga marhamat. Oho, berimiz shpagolga urilgan polniy oboya tayyorlab ekan. Bu joylarimizni afzallik taraflari, ina ataplangan turbalar уже kelib turibdi. Endi to'lov tizimlariga keladigan bo'lsak, agar sizda pasport bo'lsa, oldindan hech qanday pul to'lamasdan faqatgina birgina pasport bilan ham bu joyni sotib olsangizlar bo'laveradi. Yo bo'lmasa ipoteka kredit asosida, yo bo'lmasa naqd sotib olsangizlar bo'laveradi. Xullas, to'lov turlari siz xohlagan usulda bo'ladi. Endi hozir balkona marhamat. Aholi bemalol yashab o'tiribdi, xalq ko'p, bemalol bellarimiz umuman hisoblanganda Shavot tumani markazi, ya'ni Shavot shahri hududiga qarashli bo'ladi, stansiya Paxtakor mahallasi. Shuning uchun bu yerimizda hamma sharoitlar qilingan. Gaz, kanalizatsiya, elektr energiya. Uyimiz ham quyosh batareyasidan zaryad olib turib, suvni quyosh batareyasi orqali isitib beradi ekan. Kechki vaqtlari mana shu quyosh energiyasidan zaryad olgandan keyin yorug'likni podyezdlar, ko'chalar bemalol yorug' holda bo'lib turadi. Yana shunday kimga kerak bo'lgan bo'lsa hozir olib qo'yinglar, yaxshi narxlarda uyimizni qurilish jarayonlarini tushundasa, avvalgi videolarimizda kim ko'rgan bo'lsa, boshdan ko'rib kelayotirman. 100% pishgan karvishdan qurilgan, pastki qismlar ham sifatli tarzda noldan videolarimizni eng birinchi qismlarini o'tsangiz, uyimiz haqida yanada ko'proq ma'lumotlarni topishingiz mumkin bo'ladi.